Assalomu alaykum, hurmatli Mangi To'fitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlari. Bugun biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Saidota mahallasi Abay 3 ko'chasi, ya'ni sotiladigan uy joyini obzorini boshlaymiz. Yangiyo'ldan yuzlagan tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lsa, jo'nat qo'yish esingizlardan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Xudo xolasa shunaqangi zo'r uy joylarini obzorini chiqarishda biz charchamaymiz, to'xtamaymiz. Mahalla mana tekis asfalt yo'l, Wi-Fi, gaz, svet, hammasi zo'r bor. Maktab yaqin. Shu mahallaning o'zida 3 ta bog'cha bor. Mana birinchi darvoza, bu отдельный uy, bu yoqda uy. Uy 3 sotixli uy joy. Katta Food City yo'lga yaqin joyda joylashgan. Katta yo'lda u betda Sergeliga qaraydi, bu betda Yangiyo'lga qaraydi. Временка 3 xonali uy joy. Noldan boshlab o'zlaringiz katta qilib qurib olsalaringiz bo'ladi. 31 ming dollar kami bor. Remont ishlaringiz bo'ladi. Svet, suv, Wi-Fi hammasi bor. Mana hovli. Hovli ko'rinishi. Ichimlik suvi. Endi uy ichini obzorini boshlayman. Birinchi xonasi. Oshxona. Bu tarafda 2 xona bor. Ikkinchi xonasi. Batafsil ma'lumotni uy egasining o'zidan so'rab olasizlar. Raqamni opsiyaniyada qoldiraman. Telegram kanalimizga lokatsiyasi, qisqa ma'lumot va rasmlari joylanadi.